Bu bizning qishloq. Qishlog'imiz odamlari juda ham ajoyib. Qishlog'imizda qiziqarli voqealar tez-tez sodir bo'lib turadi. Bu Toshpo'lat cho'pon. Uyiga onda-sonda bir borishiga qaramasdan, farzandlari juda ham ko'p. Lekin juda hardam xayol. Har doim qo'ylarini yo'qotib yuradi. Bu qayerga ketdi-kan ha? Yo bo'ri olib ketdimi ekan bularni ham ha? Bu qo'ylarni bo'ri olib ketdimi deyman-da. Ha, zanga. Hajixon! Voy, kelmadimi qo'ylar? Voy, zanga. Qaytar! Qirga qarab hayda qo'ylarni. Analarni haydab kel. Obbo bo'lib shogirdni ko'rib xursand bo'ldim. Ya men sizni ko'rib kayfiyatim varcha tushib ketdi. Nimaga keldingiz o'zi? Nimaga keldingiz, ha? Nimaga keldingiz? Mendan nima istaysiz? Shuncha xalqni oldida sharmanda qilganingiz yetadi endi. O'tgan safar mana bu yo'lingni asfalt qilib beraman deb, mana bu xalqdan pul yig'dirdingiz. Uyimga kirib pul yig'ib chiqdim. Kamiga mana bu beton stolbalar qo'yib turamiz deb undan ham pul yig'dirdingiz. Bu pullarni hammasini olib o'zingiz ketib yordingiz mahallada. Bo'rivoy mashinik degan laqab oldim. Yo'q, Bo'rivoy mashinik u unvon-ku senga. Faxrlanmaysan. Hop degan ko'ngin, hopdi. Kerak emas. Bular esa Qo'zivoy va Bo'rivoy. Har xil nayranglarni o'ylab yurishadi. Hozir ham nimalarnidir rejalashtirishmoqda shekilli-ku. Yo'q, menga qara. Nima? Kayfiyating yomon-da, shu kayfiyating yomonligini mendan olyapsanmi? Nima yomon kayfiyating? Qo'ylarim kasal. Kecha 4 ta qo'y olib keldim. Qanday davolaysan qo'ylaring kasal bo'lsa? Ha, shu bozorga borib, yanodan aptekadan dori olib kelib, dori ukol qilaman, bo'ldi. Uni vrach yo'qmi, veterinar. Butun qishlog'imda hammani qo'y kasal. Yo'q, Ovoz chiqmayapti. Ho! G'oya bor. Hop degin. G'oya poyez kerak emas menga. Hop degin kam bo'lmaysa. Siz g'oyalaringizni men xalqni oldida sharmanda bo'lyapman. Sekin baqirmagin, odamlar eshitib qoladi. Men qara, atrofda cho'pon ko'p-a? Cho'pon, hammasi cho'pon. Qo'y ham ko'pmi? Qo'y ham ko'p. Xotining nima ish qilardi? Doktor. Oq xalati bormi-edi? Ha? Uyingda mana ko'chatlaringga sepadigan bironta doring bormi yashnatuvchi? Ha, bor. Menga qara. Tezda kirdi, o'sha oq xalatdan bitta yashnatuvchi bir dori olib chiqqin, qanaqa bo'lsa farqi yo'q. Tez ish bor. Qo'ysangiz-chi, ustoz, sizga ishonib bo'lmaydi. Sizga ishonmayman men. Pul kerak emasmi? Kerak. Uyingni qara, bitmay yotdi imorating. Bitirishim kerak endi unga. Kallani ishlar tayyor soqqa kelib turibdi. Kam bo'lmaysan. Agar ishimiz o'xshasa, zo'r pulli bo'lasan. Hopda, olib chiq. Rostdan ustoz, lekin uyim bitmay turadi anchadan beri. Ko'rdingmi? Pulli ishmi? Pulli ish. Bo'ladimi? Oddiy narsa, bitta oq xalat, bitta yashnatuvchi dori olib chiqsang bo'ldi. Bo'ldi. Hozir. Kutib turing. Yana noliysan. Gap yo'q. Zo'r bo'ladi. Xudoga shukr, asfaltga pul berganlar yo'qmi-ku? Tezroq bo'l. Bo'ldimi? Mana ustoz. Ana. Mana oq xalat. Bo'ldi. O'zi nima qilamiz? Ana qo'y ko'p, cho'ponlar joyini bilasanmi? Hammada qo'y ko'p. O'shalar oldiga meni olib bor. Bo'pti, ketdik. Ketdingmi? Yur. Menga qarang, nima ish qilamiz, ha? Cho'ponlar sodda bo'ladimi? Mana menga o'xshagan sodda. To'xta, asosini aytmabman. Agar shu ish o'xshasa, ziyofat kim beradi? Menda? Aniqmi? Tasha, yasha. Endi bilasanmi? Ular katta rejada bu. Obbo azamatlar-ey. Bu safar qanday nayrang o'ylab topishdi ekan? Hamma. Bu esa Toshpo'lat
cho'ponning ayoli. Uy yumushlari bilan bo'lib, uxlab qopti boyaqish. Voy dadasi, sekinroq. Voy, sekinroq gapiring. Bolalar hozir endi uxlagandi. Yaxshi keldingizmi dadasi? Yaxshi. Nima qorong'ida o'tiribsizlar? Bugun ham chiroq yo'qmi? Ha, yo'q dadasi. Chiroq yo'q. Qorningiz ochmi dadasi? Ovqatlanasizmi? Yo'q. Bugun cho'pon yigitlar bitta qo'y so'ygan ekan. Rosa qorin to'qlab keldim. Ha, Voy, yaxshi. bu- Deb bo'lsa. Ha, muncha bolalar ko'p. Yo, tarta qo'shni bolalari chiqib charchab uxlab qoldimi? Voy. Nima deganingiz bu dadasi? Hammasi o'zingizni bolangiz-ku. Ana sariq kim bu? Sarig'i to'xta niyozingiz-ku. Mana to'xta Murod. Bu to'xtasin. Mana beshtagingiz to'xtaxon bo'ladi, dadasi. Ha, bo'pti, mayli anasi. Endi charchab keldim-da men nima? Men bir pas yoqda tomonga ertalab ozanda qirdi narigi betiga qo'ylarni haydab olib o'tishim kerak. Men dam olayin. Ha, bo'pti, dam oling dadasi. Oy kunim yaqin dadasi, tez kelib turingda 2 haftada, 3 haftada bir kelasiz. Mana shunaqa qilib bolalaringizni ham tanimay qolasiz, dadasi. Har doim shunaqasiz. Bir ishimni ulgura olmayapman, ishlarimga kirlarim qolib ketgan, non yopishim kerak. Dadasi, mana shunaqa qilib yuraverasiz. Adir deb 2 haftada, 4 hafta bir oylab ham kelmaysiz. Shu qishlog'imizni elektr yo'ldoshoy ham Toshpo'latning chirog'ini tezroq to'g'rilab berganda, Toshpo'latning ayoli ham to'g'rixonaga qatnashdan qutulgan bo'larmidi? Tezroq bo'l, shogird cho'ponni xitlab qolmasin. Nima keldik bu yoqqa ustoz o'zi? Qo'ylarni emlashimiz kerakmi? Ha? Nima bilan emlaymiz, ha? Dori bilan, mana dori. Loyiqa suvki bu. Bu loyiqa suvligini sen bilasan, men bilaman. Cho'ponlar bilmaydi-ku, kalla bora. Bo'pti. Bu qanaqa dori idishi bu? Ha, ana daraxtlarni yashnatadigan dori edi. Sef bo'lganmi? Tagida ozgina qo'ygan. Yuvib tasha, loyiqa joyini yuvib tashasin, xitlamasin. Yashnatuvchi degin, cho'ponni qo'ylari yashnab ba deb yurar ekan-da. Menga qarang ustoz. Qo'yga ziyoni yo'qmi? Voy, yashnatuvchi dori bilan qo'y o'lganini eshitganmisan? Yo'q. Bo'ldi, to'ldir. Loyiqalashtir, tezroq. Tezroq bo'l, ko'rib qolmasin. Yashag'or shogird. O'zi bo'ladigan bo'lasan. Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ldi. Shpris tayyor, ha? Tayyor. Ketdik. Tezroq bo'l. Ha, o'tiribdi cho'ponlar. Cho'pon soddami? Ha, endi shu oilaning kattalari mana shular bo'ladi, mana shu qo'ylarni hammasini mana shular o'zlari ko'paytirgan. Sirboy bermagan, xo'pmi? Xo'p. Guvohnoma yoningizda? Yonimda. Respublikadan kelgan deb ayt. Xo'p. Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Kelinglar bolalar, kelinglar. Ota, omonmisiz? Yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Assalomu alaykum. Ya, sen bo'rvoymisan? Mashinnik? Ha, shunday. Endi mehmon hazillashyaptilar-da. Ha. Kelinglar o'g'lim. Xizmat. Endi ota bular respublikadan keldilar. Oliy toifali vet vrach, professor. Ha. Haligi qo'ylarimiz, mollarimizni emlashga keldilar. Ha, men o'sha butun respublika bo'yicha emlash komissiyasining rahbariman. Ha, bularga diplom ham berganlar respublikadan. Ha, endi hozir guvohnomangizni ko'rsatib qo'ying. Ha, mana ishonchli bo'lsin-a? Ha, mana. Endi bilasizmi, hozir koronavirus kasalligi qanday tarqagan bo'lsa, qo'ylar, hayvonlar orasida shunaqangi bir yuqumli kasallik avj olib boryapti. Biz bunga jiddiy kurashmasak, bu ofatku, ofat. Shunday. Chunki cho'ponlarni ogohlantiryapmiz. Eng so'nggi chiqqan dorilarimiz bor, shu bilan qo'ylarni emlayapmiz. Endi o'g'illarim sizlar ozroq kechikdilaring. 2 kun bo'ldi Sherbek, G'ofir degan tumanimizning yigitlar kelib bizni qo'ylarni emlab ketishdi. Ha, u tumanda vrachlar emlagan. Biz respublikadan chiqqan buyruq asosida kelyapmiz. Siz respublikadan chiqqan buyruqqa qarshi bormoqchimisiz? Litsenziyasini bekor Yo, to'xta, men qo'ylarimni hammasini emlatdim. Mana chiqqan adrimizda to'la qo'ylar emlamaganlari ham ko'p. Ana shularni borib emlaylar sizlar. Cho'pon ota, respublikadan chiqqan buyruq bor deyapman sizga. Agar siz mana shu buyruqqa qarshi chiqsangiz, litsenziyangizdan mahrum bo'lasiz. Cho'ponlik litsenziyasi sizda tamom.
litsenziya bo'lmaydi bularda. Nima bo'ladi? Qo'y haqida ko'proq gapiring. Qo'y bor. Bo'lmasam tayog'ingizdan mahrum bo'lasiz. Agar emlamasangiz hamma qo'ylaringizni shuna olib boramiz, stankaga tiqib tashlaymiz. Rozi bo'ling, respublika qarori qarshi chiqmang lekin. O'g'lim, endi kelishaylik unday bo'lsak. Har bir qo'yda hech puldan emlaysizlar. Endi bu maxsus chiqqan dori. Zo'r dori. Ha, shunaqa kurashga qarshi, quturgan, o'pka kasal, kana bitga qarshi eng so'nggi nusxada chiqqan dori bu. Naslni ham oshiradi-da. Shu nechta qo'yingiz bor? 400 ta qo'yim bor. Ha, sizga 4 millionlik dori ketadi. Mana. Yo, endi o'g'lim, ikkalamiz bir kelishaylik. Hukumatning qaroriga biz qarshi chiqolmaymiz. Yashang. To'g'ri, sizlar Toshkentdan kelibsizlar, sizlarni aytganlaringga mayli ko'namiz, faqat sal kelishtiringlar, buni kelishaylik ikkalamiz. Endi bu davlat qo'ygan naqd endi ota. Men qanday Endi bizda cho'pon odamning qisqasida puli bo'lmaydi. Oldida qo'yi, qo'zisi bo'ladi. Ha, biz sal kelishasak o'g'llarim. Yo, tushunmaymiz-da. Endi bu qaror tasdiqlangan, bu naqdni biz chiqarmaganmiz. O'g'lim, men yomon narx aytmayapman sizlarga. Ikkita qo'zi beraman sizlarga. Bu korrupsiyaga aralashib qolamiz. Ota, bu respublikadan chiqqan qaror bu. Ha? Ikkita qo'zi berasiz-a? Ikkita qo'zi beraman. Rozi bo'lib. Rozi bo'lib beraman. Sizlar yaxshilab Bo'ldi. emlab ketasizlar. Emlaymiz. Nasli ham zo'r bo'ladi. Qo'tir, sil kasali hammasini davo topadi. Chunki bu kasallik shiddat bilan yoyilib ketmoqda. Hozir mana shu qo'y-qo'zlarni biz asrab qolmasak, ertaga nobud bo'lsa, go'sht narxi ko'tariladi-yu. Biz shuning uchun kurashyapmiz, ota. Bo'lmasa issiqda mana shu yurishimiz shartmi, ota? Tushirdik mana. Bo'lmasam jiyan, qo'ydan qo'tanga qamaylik. Ha. O'sha yerda emlashimiz ham oson bo'ladi. Bo'ldimi? O'g'lim, qani, hayda qo'ylarni hayda qamaymiz. Mana shu boridan keyin qo'ylaringiz borki, nasli ham ko'payib, yashnab ketadi. Bo'ldi o'g'lim, bo'ldi. Yashanglar, yasha. Hayda o'g'lim, qo'ydi. Xo'sh, o'g'lim, mana qo'ylar, boshlayveringlar sizlar. Bo'ldi, hozir dori tayyor bo'lsin. Mana doktor, dori tayyor. Ya, Boshlaymizmi? to'xta o'g'lim. Ha, bu rangi notoza-ku buni edi. Ha, bu oldingi qilgan emlagan paytda dorini rangi boshqacha bo'lardi. Biz ham ko'p yildan beri dorilayapmiz buni qo'ylarni. Siz bizga ishonmayapsizmi? Aytyapmiz-ku, maxsus chiqqan dori, shu shunaqa bu loyqaroq bo'ladi bu. Siz bizga ishoning bo'ldi. Qo'ylaringiz sog'lom, juda ham tetik bo'lib ketadi. Qani, Boshlaymizmi? ha, qani ota, ana kunamizda tomoq qaqrab ketyapti-da, iloji bo'lsa bir suvmi, choymi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'p. Bor o'g'lim, bizlar choy olib kel bularga. Xo'p, bo'lam. Men shu yerda turibman, bularni nazorat qilib turay. Ha, qani. Qani, dorini torting, doktor. Ertasini ushlayman. Ana. Ana. Mana, ko'ryapsizmi? Qani, ha. Qani. Hoppa! Ha. Hoppa! Ana bitta ketdi. Ana. Bor. Ana, qo'ydi. Aha, yana. Aha. Ota mana qarang. Qani. Hoppa! Hoppa! Ana. Qani bor. Ana, ota siz bizga ishonmayapsizmi? Siz bizga ishonmayapsizmi? Yo, qilaveringlar, men shu yerda qarab turaman. Iloji bo'lsa choy olib keling. Choy olib keling. Kuni issiqda turmang. Ya, biz endi kun issiqda o'rganib ketganmiz, bolam. Saratonli kunlarda yuramiz. Ota mana yaxshi emlayapmiz-ku. Qani shogird, kel mana. Qani, ha. Ota choy olib keling endi. Ota iltimos, yo'q demang. Ota boring. Qani, ha. Hoppa! Hoppa! 95-inchisi. Hoppa! Xudo xolasa endi bu yilgi aromatlar ham yaxshi bo'ladi mana. Mana 100-inchisi. Hoppa! Hoppa! 180. Hoppa! Mana. Oh, 400-inchisi oxirgisi. Tamom. Hoppa! Oh! Bo'ldi, emlab bo'ldik bu. Ana atagan qo'zingiz bering. Halol ishlaring, halol. Keling bu. Endi va'da qilganingiz rozi bo'lasiz-a? Xo'p, mayli, sizlar ham rozi bo'linglar. Rahmat sizlarga. Iloyim, qo'ylaringiz deb sakrab yuraversin, giyohlarni yeb. Yashab ketaversin.
Hali ota, sog' bo'ling. Shogird, ish mana shunaqa bo'ladi. Bo'bladiga. Bofladik. Tezroq qochaylik. Daromadlar ham yaxshi bo'ladigan bo'ldi. Qo'ylarimiz mana vaksina olib egizlab ketsa, xudo xolasa katta to'ylar qilamiz, uylar quramiz, nevaralarni o'qitamiz. Baraka topsin shu Bo'rivay, yaxshi. Bobojon! Bobo, tezroq qo'ylarimizni oldiga borak. Hammasi bittama-bitta og'nayapti. Ya qo'ysangchi, hozirgina mana vaksina qildirdik. Bo'rivay aka olib keldik-ku. Bilmayman, bobojon, bittama-bitta og'nayapti. Qo'ylarimiz o'lyapti. Tezroq oldiga boraylik. Bo'roy aka olib keldi. Mashinlikka o'xshaydi. Bo'ra! Va mashina! To'xta! Va o'zingni kirishni qilasanmi? Bu esa Ergashvoy. Pul topishni ming xil yo'llarini qidiradi. Lekin unga pulni qaysi yo'l bilan topilishi umuman qiziq emas. Shodi! Ha, Shodi! Ke, Gektor. Ha, kelo. Shodi! Gladiator, yur. Yur. Jum. Shodi, qandaysan? Charchamayapsanmi? Torta, zo'roq torta ya. Ishlab olmasin. Qandaysan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? O'tir. Ha, ichib tur. Keldik-da mana. Ha, yaxshi, kel. Nimaga? Menga qara. Eshitishimcha, o'tgan qishi boshingga rosa tashvish tushibdi, jo'ra. Obbo, senga ham yetib bordimi shu? Ha, haligi bo'rilar 12 ta qo'yingni yeb ketibdi deb eshitdim. Ha, 15 ta, qanaqa 12 ta? 15 tami? Ha. Ha, bu qish tugul yozda ham oralayapti deb eshitdim. Yozda devor qilib o'rab qo'ydim. Shunda ham oshib o'tyapti-da, yoz. Ha, u devoringning foydasi yo'q u. Yo'q. Menga qara. Sen mening do'stimsan. Men senga jonim achigandan bir yaxshilik qilay deb keldim. Ke. Bitta taklifim bor. Qanaqa taklif? Mana, Nima bu? shu bo'rilardan qutulmoqchimisan? Ha? Bir umrga. Bir umrga. Mana it. Bu onasi ham, otasi ham bo'ri bosar bo'lgan. Va o'zichi 3 ta bo'rini qochirgan. Qo'ysangchi, bu o'zini o'zi qilmaydi, bo'ridan qutqarar kalla ishlaydimiz. Qo'y. Menga qara. Hech kim bilmasin. Qo'shni qishloqdan o'g'irlab kelyapman. Rostdan. Ha? Rostdan o'g'irladingiz? Ha. O'g'irlangan it yaxshi bo'ladigan naql bor cho'ponlar orasida. Ya, albatta. Sirtloni bormi? Mana sirtlon. Rostdan. Ko'rdingmi? Sirtloni ham bor ekan. Bor-da. Qo'y. Bu itni-chi, xaridori ko'p. Eshitsam bu bo'ri bosar. Ani tosh po'lat cho'ponga bermay senga olib kelyapman. Qanaqa odamsan? Sen do'stim bo'lganing uchun senga olib kelyapman. Iflos begona qilmassan meni. Ha, begona qilmayman-da, shuning uchun olib keldim-da. Qanchaga berasan? Sen men do'stim bo'lsang, sendan pul olarmidim? Hey, Ha, tur o'rningdan. qiziqtirib qo'ydingda odamni bor. 4 ta qo'chqor berasan bu. Insofingni qurtiganmi? Sal kelishtirib gapir, yirtqishimda yuribman, qara. Bu 1-2 bo'lsin deb. Insof qil, sal kelishtirib ayt. Sen bu ko'rinishing shunaqa bo'lgani bilan-chi, men bilaman-ku seni. Boyvachchasan. 4 ta qo'y bersang bo'ldi. Yo'q, o'tin taxlang, boshim og'risin, bor. Menga qara. Hozir menga 4 ta qo'y berasan. Shu bilan qutulasan. Agar bermay, bu itni olmasang, bu qish yana 15 tami, 20 ta qo'yingni bo'ri yeb ketadi. Shu kerakmi senga? Bo'lmasa insof bilan aytdi, sal kelishtirib ayt, baraka topib ko'r. Shunday bo'ri bosar. O'laksachaga o'xshaydi-ku, chiya bo'ridan qochganmi? Olmaysanmi? Ha, tosh po'lat cho'ponga boraman, 6 ta qo'y. To'xta, men ham dangal savdo qilaman. 2 ta qo'zichaga ber. 2 ta qo'zicha? Ha. Bo'lmaydi. To'xta, 2 ta qo'chqorcha olasan, bo'ladimi? 4 ta. 2 ta qo'chqor katta. 4 ta. 2 ta qo'chqor ol, baraka topib, jo'ramkusan. Bo'pti, mayli. Men ham qotib turmadim, 3 ta. 2 ta. 3 ta. Menga qara 2,5 ta olasan, bo'ldi, boshqa qo'shmayman. Tamom. Bo'ladimi? U qanaqa bo'ladi? 2 ta qo'chqor, bitta qo'zicha. Kelishdikmi? Ha, bo'pti. Barakami? Barakami? Baraka. Bo'ldi, kelishdik. Menga qara. Bor qo'ylarni olib chiq. Qochib ketmaydimi orqangdan davr? Endi nimaga qochib ketadi? Hozir men seni tanishtirib qo'yaman. Ismi nima? Gladiator. Nima? Gladiator. Tilga aytishroq qiynagan. Shuni ola bar deb qo'yaveray.
Menga qara. O'zingniki qilib olganingdan keyin holva aytar deb chaqirmaysanmi? Menga nima farqi bor? Menga qara, gladiator. Menga qara. Bugundan boshlab mana seni egang, tushundingmi? Yaxshi xizmatini qilgin. Qolgan egalaringdan ham rozi bo'lgin, xo'pmi? Qo'lga ishlamaydi. Yo'q, ishlamaydi. Yuvosh itni ko'rib turibsan. Sizdan o'laksiga o'xshab o'zgarib ketarmikin? Uchta bo'ri quvib kelyapti. Bo'pti, hozir men qo'chqor bilan qo'lchala olib chiqaman. Barakalla, barakalla. Tez bo'l. Xo'p, hozir. Tez bo'l, meni vaqtim yo'q, Shodi. Menga qara, gladiator. Hech bo'lmasa, sotilayotgan paytingda tetik bo'lib tursang bo'lmaydimi? Ha? Nima bola, kecha qalliq o'yinga borganmiding? Ey, menga qara. Tetik bo'lgin, hali Toshpo'lat cho'pondan ham qo'y olishimiz kerak. Menga qara. Men xabar olib kelay, yana kasal qo'y berib yubormasin. Ketib qolma. Shodi? O, Shodi. Shodi? Ha? Shodi. Menga yana kasal qo'ylaringdan bermagin. Qara, mana bu bilan mana buni olib beraman. Yo. Meni qo'lish. Mana u bilan ana uni berasan. Qaysi, mana buni aytaysanmi? Ha, shuni. Baraka topib, ana olib qo'yur. Bu bo'lmaydi, qara, kasalman. Bo'g'oz tug'adi, qo'chqo'cha tug'ib beradi. Bo'lmaydi. Men aytganim qilgan, shuni bergin. Bo'lmasa men ketdim, ana tosh. To'xtat, sen ham toshdan qattiqsan. Bo'ldi, o'sha ikkalasini olib ketasan. Olib ket. Bo'ldi. Ushla. Olib ket. Har qancha berayman? Ha, olib kel. Olapar. Ha. Yaxshi bo'lib ketasan hali. Shunday boqaman seni. Lekin ko'nglim g'ashda. Kunduz ham bo'ri oralayapti, deyapti-da cho'ponlar. Kel, seni bir sinab ko'raman. Qo'ylar ichiga bo'ylab qo'yaychi. Qani, o'zingni ko'rsat, Olapar. Meni uyaltirma, sharmanda qilma, qani yur. Olapar, kel, Olapar, qani yur, Olapar. Ha, Olapar. Endi kuchga yolchidim. Ha, zo'r bo'ladi, Olapar. Kel. Endirib qo'yamiz seni. Olapar. Bo'ri kelsa xabar ber, darrov. Tushundingmi? Uyaltirib qo'yma. 3 ta qo'y oldim, 3 ta qo'yga oldim seni. Bo'pti. Olapar. Qara. Ko'z quloq o'tir. Gladiator. Gladiator. Yaramas. Parolni esdan chiqarib qo'yding kana. Gladiator. Gladiator ke. Voy yaramas Shodi. Itni bog'lab qo'yibdi-ku. Hozir gladiator men seni qutqaraman. Iye. Qo'ylarimga bo'ri oraladimi deyman? Hozir sizlarni endi ushlayman. Olapar! O'zingizni ko'rsat! Olapar, o'zingizni ko'rsat! Olapar! Olapar, o'zingizni ko'rsat! Olapar, o'zingizni ko'rsat, Olapar! Ergash! Voy, sen nima qilyapsan bu yerda? Rostdan men nima qilibman? Voy muttaham. Men bo'ri yeb desam o'zing o'g'irlik qilib yurasan ekan-da. Voy, Shodi, o'zingni bor.
ko'za kunda emas, kunida sinadi deganlari shu bo'ladi. Ergashvoy. Shogird, ustoz otangdek ulug' deyshadi. Ustozingni qadriga yetyapsan, kam bo'lmaysan. Men hazillashib aytdim, bugun ishimiz o'xshab qolsa ozgina choy berasan deb, lekin qoyil qovarding. Mana tabiat qo'yinda mazza qilib dam olyapman. Boringga shukr. Agar sen meni yo'ldan yursang kam bo'lmaysan, xullas ishimiz hali juda ham ko'p. Ustoz, kabob tayyor. Top kerak bo'lmasa mazza qilaylik. Yasha shogird, yasha. Yaxshi bo'lyaptimi? Charchamay dam olyapsizmi? Yo, bunaqa joyda mazza qilmasdan nima qilib bo'ladi uka? Mana tog' yon bag'ri bo'lsa. Boringga shukr. Agar shunaqa cho'ponlar ko'p bo'laversa, ishimiz ham zo'r bo'laveradi. Hoppa deb yog'i nima? Hoppa! Boringga shukr. Hopka go'shtan hopka. Hozirroq 2 minut. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Do'stim, qalaysiz? Bu yoq bayrammi deyman? Bayram. Qani. Vah. Qo'ying, qani. Qaynonasi suygan odam kuyov. Ha, yaxshi odam osh ustiga, Yomon undan ham yaxshi odam kabob ustiga degan. Kim bo'ladi? Ha, bu yoq katta inson. Respublikada kelgan ustozim bo'ladi. Qo'y. Sen tashrif qo'yasiz-da? Albatta, hozirman. Qani, marhamat. Ustoz, bitta duo qil. Alloh ishimizni omadini bersin, halol bersin. Amin Alloh. Sen degan odam bo'lmaydi diyording. Ustoz, bu odam bizga begona emas. Bu o'zimizni, aynan sizni yo'lingizga yuradigan yigit. Meni do'stim. Yangilardan? Ha, Isming nima? Ismim Ergash. Laqabim Gladiator. Eshitganman, gladiator. Gladiator. Eshitganman. Vojonim. Ya, oxirgi ishingiz zo'r bo'lgan. Siz menga rosa ham yoqib qo'ygansiz. Siz ham katta ishlar qilishimiz mumkin. Bo'lsin. Sen shashlikka yaxshi qilasiz. Ha, bo'ldi sizlar. Qara, shunaqangi shirin bo'lganki, buni oxiri qanday qiladi yo'lini menga o'rgatadi. Bo'ldi, ustoz. Hop. Yangi shogirdingiz bilan tanishib oling. Sening katta kelajak yurchi. Sizni qilgan ishlaringizni eshitganman. Shogird aytgan yo'lingiz menga ma'qul. Bir ikkita rejalar bor. Agar birgalashib amalga oshirsak, katta cho'qlarni zabt etishimiz mumkin. Qo'ldan kelgancha biz xizmatga tayyor-da. Mana deysiz. Ular sizni katta marralar kutadi. Rahmat. Yo'lingiz bersin. Endi ustoz bir otamlashamiz endi. Albatta, sizlar yigit bilan tanishgan uchun men juda ham xursandman. Sizdan qancha o'tirsam menga shuncha kam. Yuring ustoz. Qani, marhamat. Siz ham bo'lsin, siz ham bo'lsin. Qani. Katta ishlar. Ustoz, do'stim, qani mana. Ya. Ikkinchisi tayyor. Qani. Yozlardan. Qani. Shashlik zo'r chiqibdimi? Bu ajoyib. Qani olinglar. Men shogird sendan xursandman. Demak biz besamar ijod qilmagan ekanmiz. Yo'limizni davomchilarini ko'rib xursandman. Bu do'stim. Katta kelajak bor. Qani olinglar. Shirinmikan? Shuniyam-da. Ana ma'ra qo'zichoq go'shtini bilmayman-da, shunaqa ko'rib ketyapti. Ana aylanish yo'lini ayt. Uydagilar ham qilib beraman men. Hop. Bo'ldi ustoz. Qanaqa yig'im bo'lsa, aytaverasizlar menga. Men borib o'zim shashliklarni yaxshilab pishirib beraman. Hop. Nima? Juda ham shirinda giyoh yegan qo'yni kulmayman-da. Ayt nimani? Sizlar boy ikkovlaring. Mana bu toqqa qarab chiqib ketdilar-ku. Men yolg'iz qoldim-a bu yoqda. Endi dasturxonlarga yozdim. Qarasam, mana bu tog'dan
katta quyon tushib kelyapti. Quyon. Sakrab tushib kelyapti. Shunday miltig'imni oldimda paq etib oldi. O'zi quyon, ha? Quyon vot deb o'ldi. O'ldi. Keyin nima qildim keyin deb ya shirinmikan bemalol olaveringlar. Gladiator. Ya Omar, nonim yarqadi. To'xta. Yigitlar, xalq molini yegan xalqumidan ilinar. Ilindik sizlarga yaxshi niyatlar, uyingiz doimo quvonchga to'lsin. Insonga hamrohdir bir chindim kulgu, labingizda doim tabassum bo'lsin. Super tabassum, harakatli super tabassum, super tabassum. Sizlarga hamrohdir super tabassum, super tabassum.